Assalomualaykum. Alaykum assalom. İşlaganmizmi? Ishlagandim. Bolalar o'yinchi qolgan o'xshayaplar. Ha, bolalar o'yinida. bo'pti. Xo'sh, bo'ldi. Assalomualaykum. Assalomualaykum. Yaxshi ishdan kelaman. Ha, Qur'on nima keldi? Voy, rahmat odam. Qo'shni bolalar bilan o'ynadingmi, bolam? Avoqil. Dada kadimman. Kela o'tira. Qarasam nima keldi? Bu kompyuterga. Qanday nochim ekan? Bitmasga dada. Mani hech kimga bermay, o'zing yolg'iz o'ynayaptingmi? Buzatmay o'yna. Ma'qul. Yaxshi. Bolam tomoq pishdimi? Yo'q, endi totida o'tam. Opang endi aytyaptimda. Voy, qachon pishadi bu tomoq? Mana chiqib o'ynanglar. Men dadam sizni gapdi. Asqarjon bormi dadam mashina ketgan. Baba. O'ynasin degan. Kela o'ynaylik. Yo, bu yaxshicha bo'lishqa, yasalmillikqa bek amroq, bek ustujuma va bizning qo'shnilar. Bo'pti, qo'saq ashqan yeb qo'yay. Assalomu alaykum. Mudir, ambaga o't ketdi, kutilmanlar ko'p ketdi. Bir ammani hammasi o't ketdimi? Xudo! Isib! Isib! Tugashdi. Tutdi, xoni vayron bo'ldi. Assalomualaykum. Sizga uzoq qazo kelib qopti, sabr qilsa, siz bizga qo'shna, inshaalloh bundan keyingi ishimizda biz bor. Qo'shni jilishib bo'lgan. Rahmat. Bu qo'shnilarimizdan eslab bo'lgan ko'ngil ekan. Rahmat qo'shnilarim. Sizlarning o yaxshi ko'ngillardan bek ta'sirlandim. Yaxshi qo'shni haqiqatan katta ne'matga. Men bu qo'shnidan chiqib yaxshi yetkazolmadim. Kimlardan razı bo'lib ketdilar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamdan mundaq hadis naql qilingan. Jibril menga qo'shni haqida vasiyat qildiki, oxirsida men qo'shnim menga mirosxo'r bo'lib qolgan o'xshaydi deb o'yladim, deydi jonajon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam.